Assalomu alaykum hurmatli podpischilarga. Bugun mashina bozoridan Nexia 1, Nexia 2 larni ko'rsatib boraman. Arzonga har xillardan bir. Agar siz kanalimizga yangilardan bo'lsangiz, pastda podpisatsiya tugmachasi bossangiz bizdan chiqadigan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rsangiz bo'ladi. Yuqorida Instagram, Telegram kanallarimiz bor. Ularga ham kirsangiz har xil videolar qo'yib boramiz. Sizni qanaqa mashinalar qiziqtiryapti? Pastda kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizga yaxshi kayfiyat tilagan holda biz videoligimizni boshladik. Nexia 2 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Hozir motor radolarini ko'rsatib boraman. Motor 1.6, 4-paketli metan gaz o'rnatilgan. Motor hadolari zo'r deb aytibdi akamiz. Metani 80 talikdan o'rnatilgan. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Tonirovkasi bor. Salonshlari lyuks, polik, chol, audio sistema. Orqadan ko'rishlari. Probegi 260 ta yurgan ekan. 20% kraskasi bor ekan, lekin ichiga o'tmagan ekan. Zapaska balon joyda turibdi. Aka, mashina qayerda aka? Tayloq. Mashina Tayloqqa kelgan. Aka, qancha so'rayapsiz? Aka 3500 taqalgan. 3500 bo'lsa narxga berib yuboraman deb aytayaptilar. Variant Vuk barter bormi? Bor. Bor deb aytayaptilar. Telefon nomer 97lik 223 37 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Bizni boshladik. Nexia 1 2005-yilda ishlab chiqarilgan. Hozir motor radolarini ko'rsatib boraman. Motori Sons, metan gazlar o'rnatilgan. Motor hadolari qanday aka? Motor hadoida ishi yo'q deb aytayapti akamiz. Balonlar yaxshi holatda turibdi. Mashina qayerga aka? Samarqand shahar. Mashina Samarqand shahariga ekan. Kraskasi qanday aka? 30-35% kraskasi bor. Xo'sh, 30-35% kraskasi bor ekan. Salon ishlari lyuks, polik, chol, audio sistema, orqadan ko'rinishlari. Probegi 3 krug yurgan ekan. Halol o'ziniki yurganiki deb aytayaptilar akamiz. Zapaska balon joyda turibdi. Aka, qancha so'rayapsiz aka? 35 so'rayapmiz. Oladigan odam bo'lsa 30 ga berib yuboraman. Oluvchilar bo'lsa narxga 30 millionga berib yuboraman deb aytayaptilar akamiz. Variant Vuk barterga bormi? Yo'q aka, naqd bo'lsa. Faqat naqd aytayaptilar. Telefon nomer Kodi 90lik 104 08 58. telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Nexia 1 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Hozir motor hadolarini ko'rsatib boraman. Motori 1.5 Dons motor. Mashina benzinda. 4 ta yumshoq balon yangisidan o'rnatgan akamiz deb aytayaptilar. Hozir bir hafta bo'lgan ekan. 906 megagar pullari bor ekan. Salon ishlari lyuks, polik, chol 90 ta yurgan ekan probegi. Audio sistema, orqadan ko'rinishlari holatchasi ideal ekan. Hozir orqalarini ko'rsatib boraman. Zapaska balon joyda turibdi. Kraskasi toza ekan. Bir xil haydalgan mashina ekan. Mashina qayerda aka? Shuni Samarqand shahriniki. Qancha so'rayapsiz? 5400 yapmiz, kelishib beramiz aka, naqd pul bo'lsa. Variant Vuk barterga bormi? Yo'q, yo'q aka. Telefon nomer 99lik 210 210 0031 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Nexia 2 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Hozir motor hadolarini ko'rsatib boraman. Motori gibrid 3-paketli metan gaz o'rnatilgan. Holatchasi yaxshi ekan. Balonlar yaxshi holatda turibdi. Kraskasi toza deb aytibdi akamiz. Bir xil haydalgan mashina ekan. Salon ishlari polik, chol, audio sistema, probegi 158 ta yurgan ekan. Orqadan ko'rinishlari. Mashina Samarqand shahriniki ekan. Orqalari zapaska balon joyda turibdi. Aka, metan nechtaligidan o'rnatilgan aka? 80 taligidan o'rnatilgan. Qancha so'rayapsiz? 4800 deyaptilar. Samavto brendan chiqsa necha pul qilib berasiz? 4,5 pul beramiz aka. 4,5 qilib beraman deb aytayaptilar. Telefon nomer
91'lik 91'lik 524 524 72 66. 72 66. Variant inkubatorga bormi? Ozroq vaqt bo'lsa beramiz. Ozroq vaqt bo'lsa. 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Faralari led qilingan. Motor o'zi hadovalarni ko'rsatib boraman. Motor 1.6 da 3-pak propan tabletka gaz o'rnatilgan. Luks konditsioner. Motor hadovaga hech qanday ishi yo'q deb aytibdi akamiz. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Mana shu yerda petnochasi bor ekan, zangni olish uchun qilgan ekanlar. Lekin ichiga o'tmagan ekan. Luks polik, chol, audio sistema, probega 2,5 krug yurgan ekan. Orqalari zapaska balon joyda turibdi. Aka, mashina qayerdaki aka? Samarqand shahri. Mashina Samarqand shahriniki ekan. Aka, qancha so'rayapsiz? 4200. 4200 debdilar. 4000 ga oluvchilar bo'lsa narxga qilib beraman deb aytibdilar. Variant inkubatorga bormi? Bor. Bor deb aytibdi. Telefon nomer 91'lik 91lik 525 525 33 33 14. 14 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. X2 2015-yilda ishlab chiqarilgan o'zi motor adolarini ko'rsatib boraman. 1.6 da motor, propan tabletka gaz o'rnatilgan, faralar led qilingan. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Lobovoyga e'tibor bering, lobovoy gerb qilingan. Tonirovkasi bor, salon ishlari, luks, polik evakor, audio sistema, probega 155 ta yurgan ekan. Orqa holatlari kraskasi bitta faqat kriloda bor deb aytayaptilar, lekin ichiga o'tmagan deb aytayaptilar. Orqalari tabletga turibdi. Zapaska balon berasiz. Beraman deb aytayaptilar. Mashina qayerda aka? Shahar aka. Mashina shaharniki ekan. E'tibor bering, Passatgacha qilingan Nexia 2. Aka, qancha so'rayapsiz aka? 5,5 deyaptilar. Yana ozroq savdosi bor, Sam avtobirdan chiqsa agar, shu narxda qilib berasiz. Telefon nomer 93lik 93lik 717 717 14 14 68. Variant inkubatorga bormi? 1 oyga aka. 1 oyga debdilar. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. X1 2007-yilda ishlab chiqarilgan o'z motor hadovalarni ko'rsatib boraman. Motori 1.5, luks konditsioner, mashina benzinda. Kraskasi qanday aka? Xo'sh, ichiga o'tmagan deb aytayaptilar. Udar-pudar bo'lmagan ekan. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. 906 mejigar putlari bor ekan. Salon ishlari, luks, polik, chol, audio sistema, orqadan ko'rishlari. Probeg qancha aka? 125 ta yurgan ekan. O'ziniki halol yurgan ekan deb aytayaptilar akamiz. Balonlar joyda turibdi, zapaska balon. Aka, nima navrot qilgansiz? Musleter kolonka yaxshi magnitofon qo'yganman 5 milliondan. Xo'sh aka, qancha so'rayapsiz? 4,5 so'rayapman aka. 4,5 so'rayaptilar. Sam avto brenddan chiqsa-da 4200 narxga qilib beraman deb aytayaptilar. Variant inkubator bormi? Narx pulga sotamiz. Ha, narxga deyaptilar. Telefon nomer 93lik 93lik 240 340 62 01 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Nexia 2 2016-yilda ishlab chiqarilgan motor hadovalarni ko'rsatib boraman. Motori 1.6 da metan gazlari o'rnatilgan, luks konditsioner. Motor hadovalari qanday? Motor hadovalari zo'r deb aytayapti, hech qanday ishi yo'q deb aytayaptilar. Qaylarda kraskasi bor? Kalenkachasida bor ekan, lekin ichiga o'tmagan ekan, bir 15%, 20% bor deb aytayapti, lekin ichiga o'tmagan deb aytayapti, udar bo'lmagan deb aytayaptilar. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Salon ishlari, polik, chol, audio sistema, probega 1 krug yurgan ekan. Mashina qayerdaki? Mashina Kattaqo'rg'onniki ekan. Zapaska balon joyda turibdi. Aka, qancha so'rayapsiz? 5000 so'rayapmiz. 5000 so'rayaptilar. Sam avto brenddan chiqsa chiroyli narx qilib berasizmi? Sam avto brend chiqsa chiroyli narxda qilib beraman deb aytayaptilar, chiroyli narxda qilib. Variant inkubatorga bormi? Yo'q, narxga. Faqat narxga deyaptilar. Telefon nomer 90 90lik 190 190 70
70-50 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. X2 2009-yilda ishlab chiqarilgan, faralari LED qilingan, lobovoyga e'tibor bering, lobovoylar gerb qilingan. Motor hozir hadolarni ko'rsatib boraman. Motori 1.6 da metan gazlar o'rnatilgan. Balonlar yaxshi holatda turibdi, aka. Qayerlarda kraskasi bor? 15% kraskasi bor deb aytibdilar. Ichiga o'tmagan ekan. Mijigar portlar o'rnatilgan. Tonirovkasi bor. Salon ishlari, lyuks, polik evakor chiqolari, audio sistema, orqadan ko'rinishlari. Probegi 360 ta yurgan ekan. Zapaska balon joyda turibdi. Akamiz bu mashinani olovchilar bo'lsa narxga 3000 ga qilib beraman deb aytibdilar. Faqat olovchilar bo'lsa telefon qilinglar ekan. Sroshni sotilayotgan ekan. Telefon nomer aka 93lik 351 38 12. Variant inkubatorga bormi? Yetmay qolsa gata kutib turamiz deb aytibdilar. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. X2 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Hozir motor hadolarni ko'rsatib boraman. Motori gibrid. Mashin benzinda. Hech qanday rasxodi yo'q deb aytibdilar akamiz. Olib haydaydigan joy ekan. Balonlar yaxshi holatda turibdi. Kraskasi toza deb aytibdilar. 903 mijigar putlar bor ekan. Salon ishlari, lyuks, polik, chol, audio sistema, orqadan ko'rinishlari. Probegi qancha deb o'ylaysizlar? Probegi 40 mingina yurgan ekan. Orqalari zapaska balon tushmagan. Orqalari ham yaxshi turibdi, yaxshi holatda turibdi. Aka, mashina qayerdaki? Mashina Katta Qo'rg'onniki ekan. Qancha so'rayapsiz? 6000 so'rabdilar. Yana ozroq savdosi bor deb aytibdilar. Samavto bizdan chiqsangiz agar shu narxda qilib beraman deb aytibdilar. Varamik barterga bormi? Bank olsa bo'ladi. Bank olsa bo'ladi deb aytibdilar. Telefon nomer 97 913 913 913 84 50. 84 50 telefon qilib aloqaga chiqasizlar.